Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çıray şekli ve kıyafetiga köpünçimiz qiziqimiz. Çünkü o bizim bu hayottagi namunimiz, ulgimiz. Shundaqla hayottagi yo'l boshchimiz. Shundaqla Alloh subhanahu va taolaning insoniyat ichidan tanlagan oxirgi payg'ambar. Bundaq bir zotga kimmi talpinmasin, kimmi intilmasin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çıray şekli ve taqturqi bir qancha sahobalardan naql qilingan. Buning ichida eng ilgari qilinib so'zlanadigan Ummu Ma'badning tasviri. Çünkü Ummu Ma'bad Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni uning payg'ambar ekanligini bilmagan vaqtda yo'ldoshiga tasvirlab bergan. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir bilan Mekke'den Medine'ye hicret qilgan vaqtida bir çedirga tushdi. Bu çedir dal Ummu Ma'badning çediri edi. Ummu Ma'bad Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam uning qishidagi kishilarni bilmay ularni kutib oladi va qo'yining ustidan ularni sug'uradi. Ular yo'liga ravon bo'ladi. Ummu Ma'badning yo'ldoshi qaytib kelgandan keyin Ummu Ma'bad çedirga bir qancha kishilarning kelganligini aytdi. Ummu Ma'badning yo'ldoshi "Men u odamni bir tasvirlab bergan. Haliqi Mekke'dan chiqqan odam shu bo'lishi mumkin" deydi. Ummu Ma'bad Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni hech tunimagan, uni payg'ambarlik e'tiqod qilmagan holda, ya'ni imoniy sevgi, imoniy hissiyat aralashmagan shaklda usti rassam kabi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning taqturqi va chiroy shaklini tuvandagidek tasvirlab beradi. Chiroyi nurliq, uch quyruq, odam hurmatsizlik qilishdan tap tortadigan, gavri, bosh so'ngi yo'g'on, qomatlik, terisi oq, ko'zi qora, kirpik uzun, ovozi jarangliq ham yiqimliq, surmi tortgandek, qishining quyruq tarafi uzun, qishi uluma emas, chechi qora, budra emas, so'zlisi hayvatlik, qarmoqqa surlik, ortiq gap qilmaydigan, gap qilganda gap ig'izdan marjon to'kilganda keladigan, nihoyat muloyim, o'tir bo'y kishi ekan deb tasvirlaydi. Uningdan boshqa sahobalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni sifatlab peshonasi kengri, chiroyi nihoyat yiqimli, qishig'i kelsa odamning qishidan ayrilg'usi kelmaydigan bir kishi edi deydi. Yani başka sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çırayı intayin güzel idi. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da bir xil sürü bağ idi. Adam bir xil tep tatattı. Ama qışığı kelse qışıdan ayrılgısı kemetti deb süperleydi. Cabir ibn Samura radıyallahu anhu bir günü aydın keçide yolda mağdım ve ayıga qarab ayının güzelligi mening diqqatimni acayip tartdı. Şundaq ketayotgan vaqtimda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bana uçurdu. Resulullah'ın çırayı qarıdım. Mening diqqatimni tartgan ayının güzelligi Resulullah'ın yüzüge düştü. Çünkü Resulullah'ın çırayı intayin güzel idi. Ondan keyin tulun ayıga qaradım. Ondan keyin Resulullah'ın çırayı qaradım. Ahirde mening diqqatimni Resulullah'ın çırayının güzelligi tartdı. Yani Resulullah'ın çırayı tulun aydınmi çırayliq ekan. Meni şundaq mabtun qildi, meni şundaq jilib qildi deydi. Alimlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çırayının güzelliği hakkında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çırayı xuddi Yusuf Aleyhisselam'ın çırayı o'xshash intayin güzel idi. Lekin Resulullah'da bir xil sür bağ idi. Mana mushu sür sababli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam tushgan u sinoqqa, u imtihonga duchor bo'lmagan deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam miladiye 571 yılı 4. ayının 20. günü dünyaya kelgan. Dadasının ismi Abdullah, anasının ismi Amine, süt anasının ismi Halime, babasının ismi Abdülmuttalib. Peygamber bo'lgan vaqti miladiye 610 yılı Ramazan ayının 27. kechisi tang saharga az qolgan vaqt. Tunji vahiy Iqro surasining 5-dagi 5 oyat. Mekke davri 13 yil. Tunji bay'at Aqaba bay'at. Mekkedan Madinaga hijrat qilgan vaqti miladiye 622 yılı 24 sentabr. Tunji sağan masjidi Quba. Tunji juma namozi o'qigan yer Madinadagi Ranuna degan yer. Madinaga tushgandan keyin tunji yordamchisi, tunji ansariysi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Madinada tunji qilgan ishi masjid silish. Tunji qatim masjid Qubani saldi. Uningdan keyinlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning masjidi bo'lgan, ikki haramning birisi bo'lgan Masjidun Nabiyni saldi. Tunji tuzgan kelishimi Madina yahudiylari bilan tinchlik va Madina aholisini qo'g'dash asosidagi tuzgan kelishim. Hijratning 1-yili musulmonlarning nufusi tizimlandi. Bu vaqtga musulmonlarning umumiy soni 1500 atrofida edi. Shundaqla hijratning 1-yili azon to'lash yo'l qo'yildi. 5 vaqt namoz farz qilindi, juma namozi farz qilindi. Hijratning 2-yili Ramazon ro'zasi farz qilindi. Hayit namozi o'qildi. Hijratning 2-yili ro'za hayitdan keyin Badr urushi yuz berdi. Ya'ni milodiya 624-yili islomdagi tunji jihad Badr g'azoti bo'ldi. Va bu yili Madinadagi Banu Qaynuqa yahudiylar qo'g'lab chiqarildi. Milodiya 625-yili hijratning 3-yili musulmonlar ig'ir talafotga uchragan Uhud g'azoti yuz berdi. Va mush yili Banu Nazri yahudiylar xiyonat qilganligi uchun Madinadan qo'g'lab chiqarildi. Milodiya 627-yili, ya'ni hijratning 5-yili Xandak urushi yuz berdi. Ya'ni Ahzab urushi yuz berdi. Milodiya 628-yili, ya'ni hijratning 6-yili Hudaybiya kelishimi tuzildi. Milodiya 628-yili, hijratning 6-yilining oxirisi yoki 7-yilining boshida Xaybar urushi yuz berdi va musulmonlarga tahdid bo'lgan Xaybar qal'alari fath qilindi. Milodiya 629-yili Xolid ibn Valid, Amr ibn As, Osman ibn Talha Madinaga kelib musulmon bo'ldi. Milodiya 630-yili, ya'ni hijratning 8-yili Makka fath qilindi.
Miladiya 631-yili G'assallarning tajovuzchiligining oldini olish uchun Tabuk yurishi qilindi. Miladiya 632-yili koinotning faxri olamlarga rahmat qilib avatilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 23 yillik payg'ambarlik vazifasini ado qilgandan keyin bu dunyodan ayrildi.